Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Tushingizda tishingiz tushganini ko'rganmisiz? Uyg'onganingizda yuragingiz tez urib, bu nimani anglatadi deb o'ylaganmisiz? Ko'pchilik bunday tushni yomon alomat deb hisoblaydi. Ammo bu har doim ham to'g'ri emas. Ayrim tush ta'biri manbalariga ko'ra tish tushishi turli ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Talqin tushning qaysi biri tushgani, og'riq bo'lgani yoki bo'lmagani, qon chiqqani va tushdagi boshqa holatlarga qarab o'zgaradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Oxirida qismda ko'pchilik bilmaydigan eng qiziq talqinlarni ham aytaman. Tushda tish tushishi nimani anglatadi? Tush ta'biri kitoblarda tishlar ko'pincha insonning yaqinlari, oilasi yoki hayotdagi muhim masalalar ramzi sifatida talqin qilinadi. Shu sababli tish tushgan tushni bitta ma'noda izohlab bo'lmaydi. Ba'zan bu hayotdagi o'zgarishlar, ba'zan esa ichki xavotir yoki stress bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun tushni eslaganingizda eng avvalo o'zingizdan so'rang. Tushimda aynan qaysi tish tushdi? Og'riq bo'ldimi? Qon chiqdimi deb. Mana shu tafsilotlar talqinni o'zgartirishi mumkin. Agar tish og'riqsiz tushsa, ayrim talqinlarga ko'ra og'riqsiz tushgan tish hayotda bir bosqich tugab, yangi davr boshlanishini anglatishi mumkin. Ba'zan bu insonning eski tashvishlaridan xalos bo'lib, yangi qarorlar qabul qilishiga ishora sifatida ham talqin qilinadi. Lekin har bir tushni aniq bashorat deb qabul qilish to'g'ri emas. Ammo eng qiziq joyi hali oldinda. Ko'pchilikni qo'rqitadigan qon bilan tushgan tish haqida hozir gaplashamiz. Uning talqini ko'pchilik o'ylagandek oddiy emas. Tushda tish qon bilan tushsa, ayrim tush ta'bir manbalariga ko'ra qon bilan tushgan tish turlicha talqin qilinadi. Ba'zi talqinlarda bu inson hayotida muhim o'zgarishlar bo'lishidan darak berishi mumkin. Boshqa manbalarda esa bu tush shoshilinch xulosa qilmaslik va sabrli bo'lish kerakligini eslatadi. Shuning uchun bunday tushni ko'rganingizda vahimaga tushmang. Har bir insonning hayoti har xil. Har bir tushning ma'nosi ham bir xil bo'lavermaydi. Tushda tish og'riq bilan tushsa, agar tushingizda tishingiz qattiq og'riq keyin tushib qolgan bo'lsa, ba'zi ta'birlarga ko'ra bu sizning uzoq vaqtdan beri bezovta qilayotgan muammo nihoyat hal bo'lishi mumkinligini anglatadi. Ba'zan esa bu tush insonni sabrli bo'lishga chaqiradigan ishora sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun hayotingizdagi muammolarga xotirjam yondashishga harakat qiling. Tushda chirigan tish tushsa, bu ham ko'p uchraydigan tushlardan biri. Ayrim talqinlarda chirigan tishning tushishi yomon odatlardan voz kechish yoki sizni bezovta qilib kelgan holatdan xalos bo'lish ramzi sifatida talqin qilinadi. Ba'zan inson eski tashvishlarni ortda qoldirib, yangi hayot boshlash arafasida ham shunday tushlarni ko'rishi mumkin. Tushda sog'lom tish tushsa, agar tushingizda sog'lom va oppoq tish tushganini ko'rsangiz, bunday tush ham turlicha talqin qilinadi. Ba'zi manbalarda bu ehtiyotkor bo'lish kerakligini bildiradi. Ayniqsa muhim qarorlarni qabul qilishda shoshilmaslik tavsiya etiladi. Har bir ishni yaxshilab o'ylab qilish foydali bo'ladi. Tushda barcha tishlar tushib ketsa, ko'pchilik aynan shu tushdan qo'rqadi. Lekin shuni biling, bu tushni darrov yomonlik deb qabul qilish to'g'ri emas. Ba'zi tush ta'bir manbalariga ko'ra bu insonning kuchli ruhiy bosim ostida yurganini yoki hayotda katta o'zgarishlar bo'layotganini anglatishi mumkin. Ba'zan esa bu faqat insonning ichki qo'rquvlarini tushda namoyon bo'lishidir. Ammo eng qiziq joyi hali oldinda. Agar tushingizda boshqa odamlarning tishi tushganini ko'rgan bo'lsangiz yoki tishingizni qo'lingiz bilan sug'urib olgan bo'lsangiz, buning ham alohida talqini bor. Endi juda ko'p odamlar ko'radigan yana bir tush haqida gaplashamiz. Tushda boshqa odamning tishi tushganini ko'rish. Agar tushingizda boshqa bir insonning tishi tushganini ko'rsangiz, ayrim tush ta'birlar manbalariga ko'ra bu tush o'sha inson yoki u bilan bog'liq vaziyat haqida ko'proq o'ylayotganingizni bildirishi mumkin. Ba'zan esa bu tush sizning yaqinlaringizga ko'proq e'tibor berishga undovchi eslatma sifatida talqin qilinadi.
Shuning uchun bunday tush ko'rsangiz vahimaga tushmang. Aksincha, ota-onangiz, qarindoshlaringiz va yaqin insonlaringizdan xabar olib qo'ying. Tushda tishni o'zingiz sug'urib olsangiz, bu tush ham juda ko'p uchraydi. Ba'zi talqinlarga ko'ra, bu insonning hayotdagi muammolarini o'zi hal qilishga harakat qilayotganini anglatishi mumkin. Yoki sizni bezovta qilayotgan vaziyatga nuqta qo'yish istagini bildiradi. Ba'zan esa bu tush yangi qaror qabul qilish arafasida ekanligingizni anglatadi. Tushda singan tishni ko'rish. Agar tishingiz singanini ko'rsangiz, ayrim manbalarda bu ehtiyotkor bo'lish kerakligini eslatadigan tush sifatida talqin qilinadi. Ayniqsa, muhim qarorlar qabul qilishdan oldin shoshilmaslik tavsiya etiladi. Har bir qadamni yaxshilab o'ylab qo'yish foydali bo'lishi mumkin. Tushda yangi tish chiqishi. Mana bu esa ko'p hollarda ijobiy talqin qilinadigan tushlardan biridir. Ba'zi tush manbalariga ko'ra yangi tish chiqishi, yangi imkoniyat, yangi tanishuv yoki hayotdagi quvonchli o'zgarishlarni anglatishi mumkin. Bu tush insonning oldida yangi eshiklar ochilayotganidan darak berishi ham mumkin. Nega odamlar bunday tushlarni ko'radi? Bu savolni ko'pchilik beradi. Ba'zan bunday tushlar kun davomida yig'ilgan stress, charchoq yoki ichki xavotirning sababli ham paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir tushni aniq kelajak bashorati sifatida qabul qilish to'g'ri emas. Eng muhimi yaxshilikni niyat qilish, Allohga tavakkal qilish va har qanday vaziyatda xotirjam bo'lishdir. Ammo hali eng muhim qismi oldinda. Tushda old tish, orqa tish, pastki tish va yuqori tish tushishining ayrim talqinlari haqida batafsil gaplashamiz. Oxirida esa ko'pchilik qiladigan eng katta xato haqida ham aytaman. Uni albatta o'tkazib yubormang. Tushda old tish tushishi. Ayrim tush ta'biri manbalariga ko'ra, old tish tushishi inson uchun eng yaqin odamlar yoki hayotdagi muhim munosabatlarning ramzi sifatida talqin qilinadi. Shuning uchun bunday tush ko'rsangiz, yaqinlaringiz bilan munosabatlaringizga e'tibor qaratish foydali bo'lishi mumkin. Ba'zan esa bu tush insonning ichki xavotirlari yoki mas'uliyat hissi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Tushda orqa tish tushishi. Ba'zi talqinlarda orqa tishlarning tushishi uzoq vaqt davom etib kelayotgan masalalar asta-sekin o'z yechimini topishiga ishora qilishi mumkin. Bu tush sabr qilish va shoshilmaslik kerakligini ham eslatadi. Tushda yuqori tish tushishi. Ayrim manbalarda yuqori tishlar oiladagi yoki hayotdagi muhim insonlar bilan bog'liq ramziy ma'noda talqin qilinadi. Lekin buni aniq bashorat sifatida qabul qilish to'g'ri emas. Har bir tush insonning shaxsiy holatiga qarab turlicha ma'no kasb etishi mumkin. Tushda pastki tish tushishi. Ba'zi talqinlarga ko'ra, pastki tishlar bilan bog'liq tushlar kundalik tashvishlar yoki mayda muammolarni anglatishi mumkin. Ammo ko'pincha bunday tushlar vaqt o'tishi bilan hal bo'ladigan vaziyatlarga ishora qiladi. Eng muhim eslatma, aziz tomoshabin, shuni unutmangki, tush ta'biri bu faqat talqin. Uni mutlaq haqiqat yoki kelajak haqida aniq xabar deb qabul qilish to'g'ri emas. Agar biror tush sizni bezovta qilsa, yaxshilikni niyat qiling, duo qiling, yaqinlaringiz bilan mehribon bo'ling va har qanday qarorni xotirjamlik bilan qabul qiling. Ko'pincha insonning yaxshi niyati va to'g'ri amallari eng muhim narsadir. Siz hech tishingiz tushganini ko'rganmisiz? Qon chiqqanini yoki og'riqsiz tushganini izohlarda yozing. Men barcha izohlarni o'qishga harakat qilaman va eng ko'p yozilgan tush haqida keyingi videoni tayyorlayman. Agar bugungi video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroq belgisini yoqishni unutmang. Bu orqali siz yangi tush ta'birlari va qiziqarli videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasiz. E'tibor uchun rahmat. Alloh barchangizga faqat yaxshi tushlar va xayrli kunlar nasib etsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.